Jang qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar har doim kuchli bo'lishi kerak. Ko'pchilik kuz qo'ygandan keyin siqilib o'zini o'zi yeb qo'yadi. Har qanaqa holatda Allohni esdan chiqarish kerak emas. To'g'rimi? Aka bizga yutqizmadi. Xudo Xolmurod aka hamma biladi. O'zbeklardan bitta Xolmurod aka esiyat urishyapti. Bu yoqda sapernik ta'lim berdi. Nima desam bo'ladi? Ringga chiqib serk qo'yadigan saperniklarni gaplashadiganlar yo'qsiz. Hech qachon bo'lmaymiz. Xolmurod aka dasturning insonlar yaxshi ko'ramiz. Dasturning Sababini qildik, harakat qildik. Maksimal darajada ishladik. Bahrom shok dedi, Bahrom yutdi dedi.